Hem Allah subhanahu wa ta'ala peygamberlerinin ki vasıtası bilen öz halkıga bir narsa tushirsa, kishilarning hayot turmush ritmi uslubini va kishilarni ma'lum darajada ratga solish uchun, intizomlashtirish uchun tushiradi. Buning hammasi kishilarning manfaati uchun. Kishilar o'zlarining manfaatini qo'ldan berayotgan vaqtida Alloh subhanahu va taolo buni ratlash uchun ondan bu ahkamlarni tushiradi. Amiyatda yana bir insof qiliq tegishlik bir gap bor. Hayotda hamma odam birga yashaydi. Atrofimizda bizdan boshqa nurg'un yashaydigan insonlar bor. İnsof qilish kerakki, har bir odam bir narsaga erishish uchun bir ishlarni qilish kerak. Ya'ni kishiningki huquqi bo'lganidek majburiyati bo'lish kerak. Dal Alloh subhanahu va taolo ahkomlar orqali mushu ikki nuqtaga kafolatlik qiladi. Sana majburiyatlarni yuklash orqali haq huquqingni saqlaydi. Haq huquqingni saqlaydi. Qanaqadir agar bir odam yo'q men ishlamaydigini, ishlaydigini men elishim kerak, qilmasligim kerak deydigan ideya bo'lgan vaqtida Alloh subhanahu va taolo buni ratlaydi. Buni zabt qiladi Alloh subhanahu va taolo. Ya'ni unda qilmaysan, bunda qilsa, unda qilsa. Ya'ni hammalarga o'xshash shaklda mas'uliyatlarni atadi ustimizga va majburiyatlarni, huquqlarimizni qo'llaydi. Bu ahkomlarningki asosiy maqsadi shu. Ammo birisi men davomli olaman, bermayman. Ya'ni qilmayman, hech qanday majburiyat ustimda yo'q. Men faqat o'zimning haq huquqini olsam bo'ladi desa, bu o'zining olgan haq huquqi boshqalarning emgikining yoki boshqalarning majburiyatining hisobiga bo'ladi. Sen bir narsaga ortiq erishding degan gap, boshqalar kam erishdi degan gap. Sen qilishga tegishli ishni qilmading degan gap, boshqalarning haqqi kamladi degan gap. Bu odillik emas, bu insof emas.